hayotingizda kimgadir yaxshilik qilish imkoniyati berilsa, o'sha inson sizning yaxshiligingizga javob qaytaradimi, yo'qmi, ikkilanmasdan yaxshilik qiling. Faraz qiling, aynan o'sha inson orqali siz o'zingizni holatingizga, o'zingizni hayotingizga investitsiya kirgizyapsiz. Biz ko'pincha holatlarda yaxshilik qilgan vaqtimizda o'sha yaxshilikni aynan o'sha insondan kutamiz. Siz unutmasligingiz kerak mana shu narsani. Siz qilgan yaxshilik hech qachon javobsiz qolmaydi. U inson orqali kirmasa ham boshqa inson orqali albatta hayotingizda o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Oddiy misol, bugun siz kimdir sizni yaxshiligingizga, qanaqadir qo'llab-quvvatlashingizga muhtojligini bildingizmi? O'sha insonga o'ylanmasdan, ikkilanmasdan yordam bering. Shunaqa vaqt bo'ladiki hayotingizda o'sha inson holatiga tushasiz va sizga ham borliq tarafidan, yaratgan tarafidan shunga o'xshash holat hayotingizda takrorlanadi. Ya'ni sizni ham qo'llab-quvvatlovchi insonlar hayotingizda paydo bo'ladi.